Tarmoqli marketingda nima uchun ishingiz o'xshamayapti? Negaki siz faqat ustozning olqishini kutyapsiz. Ustoz sizni olqishlashi kerak. Nimadir ish qilamiz, xuddi go'yoki ustoz uchun qilganday. Ustoz, men mana buni qildim deb minnat ham qilamiz. Lekin ustozimiz bizga shuncha ajratayotgan vaqtlari, bizga shuncha ajratayotgan misol uchun bilimlari bu bizni ko'zimizga ko'rinmaydi. Bitta faraz qiling, bitta yoki menga ayting, 24 soat resepsiyon vazifasini sizga kim bajarib beradi? Ustoz, to'g'rimi? Ya'ni ota-onangiz yoki eringiz yoki kimgadir qila olmagan erkakchiliklarni kimga qilasiz? Ustoz, qattiqroq gapiring, kimga qilasiz? Ustozga degan vaqtda sekin gapiramiz, ustozga gapiramiz, to'g'rimi? Ya'ni ofisga bordingiz, ofisda hech kim bilan gaplashgingiz kelmaydi. Hamma sizga yo'q deb aytdi. Kimga borib zarda qilamiz? Ustozga. Kafega bordingiz, kafeda pulingiz yetmay qoldi. Kim sizga kashiroq vazifasini bajarib beradi? Ustoz, to'g'rimi? Kim bilandir urushib qoldingiz, sizga psixolog kim vazifasini bajarib beradi? Ustoz, qattiqroq gapiring, kim vazifa bajarib beradi? Ustoz, to'g'rimi? Endi bir faraz qiling, oxirgi marta. Ustoz, kechirasiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr deb o'rningizdan turib ustozingizni qattiq quchoqladingiz qachon? Hech qachon. Biz doimo nedavolenmiz. Nedavolen basharamiz, nedavolenmiz. Faqat minus narsalar ustozga aytilishi kerak. Hozir aynan shunday imkoniyatingiz bor. Turing o'rningizdan. Ustozingizni mahkam quchoqlang. Ustoz, boringizga shukr deb ayting. Ustozim, siz bo'lmaganingizda mening hozir hayotim o'zgarmagan bo'lar edi. Ustozim, agar siz bo'lmaganingizda men hozir shunday darajaga erishmagan bo'lar edim. Ustozim, men sizni yaxshi ko'raman. Ustoz, boringizga shukr.